Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xohlasa navbatdagi obyektimiz ham 100% tayyor bo'ldi. Oldin video obzorini qilgandik, yarmiga tunuka yopilgan holatida. Xudo xohlasa mana bunday yangi chiqqan shifrlarimizdan olib keldik, tunukaga o'xshagan narsalarimizdan. Ko'rib turibsizlar, tepa holati bemalol yoriq turadigan holatda. Bu tomoni tunuka, bu tomoni Lexanga o'xshagan narsadan yopilgan. Oxirgilarini bitirishyapti. Bozor profildan qilingan naves. Xudo xohlasa bitkizdik, tayyor holatga olib keldik. Ko'rib turibsizlar. Chiroqli yoriq holatda bo'ldi. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Konteyner degan odamga konteyner, bozor profili degan odamga bozor profillaridan qilib beramiz. Mana juda yoriq holatda, chiroqli holatda chiqdi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Har qanday ishlar, xudo xohlasa temirdan bo'ladigan, svalkada bo'ladigan ishlar hammasi qilinaveradi. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.